Assalomu alaykum. Xayrli kun. Adabiyot darsliklaridagi asarlarni tushunishga ko'maklashish maqsadida Ayrim so'z va iboralarni izohlashda davom etamiz. bugungi mavzu Ernest Hemingwayning Chol va dengiz asari. To'g'rirog'i, ushbu asarga bag'ishlangan mashg'ulotning ikkinchi qismi. Demak, boshladik. Ukpar. So'zning asl ma'nosi ukkining pati. Bundan tashqari, pat kabi yengil narsalarga ham ishlatiladi. Osmonda uchpar bulutlarning harir pardalarini ko'rdi. Safsarrang, binafsha rang. Shundan so'ng tiniq safsarrang ko'krak qanotlarini yoydi. Chavgon. Uchi egri qilib tayyorlangan maxsus tayoq. Ya'ni agar bilsangiz, xuddi hokkey o'ynaydigan mana shu cho'pka deylik, chavgon desa bo'ladi. Uning tumshug'i o'rnida xuddi beysbol chavgonidagi uzun tig' turar edi. Shtob. Tezlik bilan tez. Kalava shtob bilan bo'shala boshladi. Birato'la kalavani ham aytib ketaylik. Ipning shu dumaloq shaklda o'rab qo'yilgani kalava deyiladi. Zalvor. Zalvar. Juda zich, qattiq narsalarning og'irligi. Uning yelkasi chilvir zalvaridan egilgan o'ng qo'li bilan esa baliqni tutib borardi. Ya'ni chilvir ip, arqon degani eshilgan arqonga nisbatan chilvir deyiladi. Demak, ana shuning og'irligidan deb aytmoqchi bo'lyapti. Chir aylanmoq, gir aylanmoq, tez aylanmoq. Qanotlarini muallaq tashlab, yana chir aylana boshladi. Kajava. Daraxt novdalaridan yasalgan katta, keng idish. Ingichka tros o'rami kajava savatda yotardi. Cho'rt. Keskin, shartda. Yo'q, deb cho'rt ketdi, u o'zini. Bitib qolgani yo'q. O'qtin, ba'zan, goho. O'qtin quloqqa kishilarning goh u qayiqdan, goh bu qayiqdan chiqayotgan tovushi chalinardi. Kerik. Orasi ochiq, teshiklari katta. Bular kerik burun akulalar ekanini bildi. Sizga hozircha aytmoqchi bo'lganlarimiz mana shu so'zlardan iborat edi. Xayr, salomat bo'ling.